Assalomu hurmatli obunachilar. O'sha siz ko'rgan xonadonni biz obzor qilgani keldik. Chunki ko'p kishi sota olmadi, harakat qildi, sota olmadi. Chunki bunaqangi zo'r uylar, mini kottejlarda faqat zo'r uylardan xarid qilsangiz bo'ladi. Mana shu xonadonimizni kim olsa iPhone 16 Pro Max paket upakovkasini sovg'a qilib yuboramiz. Qani boshladik bo'lmasa obzorni. Mini kvartirani o'rniga bir chiroyli mahalladan, tinch mahalladan mana bunaqangi kottejni olib yashash baribir mazada, chunki mana bu yerga ikkita mashina ketadi. Bu yerdan kirasiz, mana kirishimiz bilan dvor. Bu yerda yana bitta mashina siqadi. Bu yerda tandir, mangal, bu yerda esa mana bunaqa tapchan qilib qo'yishgan. Bu yerda stol, bu yerga podvalga tushadigan joy. Nu, biza olayotganimizda videoni ozgincha 0.5 formatda olamiz. Nisbatan ozgincha katta ko'rinadi. Lekin uyimiz haqiqatan zo'r narxda, chunki kvartirani ham ne hisoblasangiz hozir normalniy pul yaxshi kvartira. Kirganimizda mana sirazi kirganimizda unga oshxonaga duch kelamiz. Buni endi ana bir xilga aytadi, "Va, kirganda oshxona ekanda" deydi, lekin dizayn mana shunaqa fasonda qilingan. No, birinchi o'rinda o'zingiz komfortingizni o'ylashingiz kerak deb o'ylayman. O'ng tomonda zalimiz joylashgan. Mana ko'rasizlar, tupli pol полностью. Mana bular hammasi Turkiya qo'yilgan do'stlar. Samsung televizorimiz bor bu yerda. Hoffman, холодильник, texnikalarimiz bor, konditsionerlarimiz bor. Xo'p, bu yerda esa birinchi sanuzilimiz joylashgan. Atak sanuzil takoy kompaktniy qilingan jakuzi qilib. Bu yerdan zinalar ko'rasizlar. Juda ham chiroyli potsvetkali, mana bular hammasi tosh. Gulimiz. Ko'rasizlar, bu yerda lustramiz ham bor, mana kattagina. Meni fikrimcha baribir xonadonimiz narxiga zo'r do'stlar. Bu yerda bitta spalnimiz bor. Hamma xonamiz spalnisi, oynasi bor, gulxo'y xonalari yo'q do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, ikkinchida chiqqanda bunaqa kichkinagina koridorchamiz bor. Bu yerda 3 ta xona bo'lyapti-da, sanuzil bo'lyapti. Sanuzilimiz bor. Bu yerda dush kabinka. Bu yerda yana bitta spalnimiz bor. Bu yerda esa yana bitta detikimiz joylashgan do'stlar. Uyimiz haqida yana to'liq ma'lumot telefon orqali o'g'risi eng yaqin do'stingizga yuborib qo'ying, chunki bitta yaxshilik qilasizda, sog' bo'linglar.